Uylanma. Agar sen hali o'zingni boshqara olmasang, hissiyotlaringni, jahlingni jilovlay olmasang, uylanma. Agar bir kun yaxshi, bir kun yomon gapirsang, bugun va'da berib ertaga unutib qo'ysang, uylanma. Ayol ko'ngli o'yinchoq emas. Sevgi ham vaqtincha kayfiyat emas. Agar u seni kutayotgan paytda sen do'stlaring bilan bemalol yuraversang, agar u senga ishonayotganida sen o'zingni o'ylasang, agar u boshini senga qo'yganida sen mas'uliyatdan qochsang, uylanma. Oila qurish bu faqat yoqtirib qoldim degan so'z emas. Uy qurish uchun poydevor bo'lganidek, oila uchun erkakning yelkasida mustahkam mas'uliyat bo'lishi kerak. Ayol suyanchiq izlaydi, bolalar ota izlaydi. Agar sen bunga tayyor bo'lmasang, orzularni yarim yo'lda sindiradigan bo'lsang, uylanma. Agar mas'uliyatli oila uchun mustahkam poydevor bo'lishni istasang, oilaga doir ilmlar jamlangan 6 soatlik audio kitob tayyorlab qo'yganman. Biodagi havola orqali o'tib, islomda oila, muammo va yechimlar audio kitobini eshitishni tavsiya qilaman.